Assalomu alaykum hurmatli podpischilar. Xudo xolasa bugungi o'rgatadigan ishimiz akfa alyumin profili delfin uchga qo'yishni o'rgatamiz. Bu uchun ramni center razmerini bilib olgandan keyin ruchkani o'zidan qara plastmassasi bo'ladi yana. Shuni shunday qo'ygan holatda o'rtadagi razmerlarni chizib olasiz ruchka bilan. Bu ramni center o'rtasi. Shu holatda chizgandan keyin shu razmerda frezer stanokda razmer teshiladi. Keyin o'rnatsa bo'ladi. Hozir jarayonda ko'rsataman. Ko'rib turganlaringizdek razmerni teshib oldik. Shuni ko'raylik. Buni исполнители men shunday bo'ladi. Hozir tayyor gatoviy kelib qolsa, bu narsa qo'lda yig'iladi. Mana xudo xolasa ko'rib turganlaringizdek исполнительni o'rnatib oldik. Masalan, shunday samolyotga o'tiriladi, bu yerda. Yine borchkani o'rnatib oldik joyini. Hozir böyle ilgandan keyin zatsepka degan narsasi bor, shuni o'rnatamiz hozir. Shularni vitrazlarga 9 dana portcha qo'yamiz.